Xo'sh, hurmatli kuzatuvchilar, implantatsiya jarayonini faqat yosh katta odamlar uchun deb o'ylaysizlarmi hali ham? Qani kelinglar. Bugun sizlar bilan implantatsiya to'g'risidagi bemorlar tomonidan yo'llanadigan muammoli savollarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, implantatsiya jarayoni yoshga bog'liqmi? Yo'q. Implantatsiya jarayoni maxsus ko'rsatmaga asosan 5 yoshdan boshlab amalga oshirilishi mumkin. Agarda bemorlarda maxsus ko'rsatma bo'lmasa, unda implantatsiya jarayonini 18 yoshdan boshlab amalga oshirish tavsiya etiladi. Ikkinchisi, implantantlarni aeroportdagi metall detektorlar yordamida aniqlash mumkinmi? Yo'q. Chunki implantantlar 4-pokoleniya soft tibbiy titandan ishlab chiqilganligi uchun u metall detektorlar yordamida aniqlashning imkoni yo'q. Uchinchisi, implantantlar butun umr xizmat qiladimi? Ha, implantantlar juda mustahkam, lekin bu bemorlarimizning gigiyenasiga ham bog'liq. Agarda to'g'ri gigiyena qoidalariga amal qilinsa, implantantlar uzoq yillar davomida bemorlarimiz uchun xizmat qiladi. Hurmatli bemorlar, implantatsiya jarayonini amalga oshirmasdan qochib yurishingizga sababchi bo'layotgan bahonalarni izohlarda yozib qoldiringlar.